vafot etgan, o'lib qolgan. Shuning uchun yuqoridagi videoni ko'ryapsiz. Juda ayanchli, 1,5 yoshli bola shu 2 etajli divanning ustida yotib, alahsirab, uyqusirab pastga tushaman deb shu kichkinagina joy qoldirgan. O'sha yerda bolalar tushib ketmasin deb, lekin u yerga bola sig'adi, faqat boshi ilinib qoladi. O'sha yerdan tushib boshi ilinib qolib, bola ya'ni vafot etgan, o'lib qolgan. Shuning uchun birinchi o'rinda shu bog'cha sohasida ishlaydigan opalar, mudiralar va boshqalar birinchi o'rinda shunaqa joylarga, shunaqa divalarga e'tibor berishingizni so'raymiz va undan tashqari ota-onalar. Siz berayotgan bog'chaga chastnimi, davlatnikimi borib bir qator shuna holatda ko'zdan kechirishingiz mumkin, chunki bunaqa holat yana bo'lishi mumkin. Ko'rib turibsiz, juda ham ayanchli holat. Bunaqa holatda nima deyishga ham hayronman. Sog' bo'ling, albatta bolangizga bee'tibor bo'lmang.